Assalomu alaykum. Bugungi fikrlarim ko'proq shu obunachilarimga tegishli hisoblanadi. Ya'ni ko'p kommentariyalarda o'qib qolaman, nima uchun davosini bitada aytib qo'yishmaydi yoki buni davosi yo'q ekan. Nega faqat kasallik to'g'risida gapiriladi, davosi to'g'risida gapirilmaydi degan ma'lumotlarni ko'p o'qib qolganim uchun bitta lo'ndagina javob beraman. Birinchidan, men shuncha ma'lumotlarni o'qib sizlarga ma'lumot o'rinda video shaklda berib boryapman. Ikkinchidan, har bitta organizm, har bitta ayol organizmi har xil uni stressi, qabul qilishi, uni holati, yashash holati, uni nima deydi, organizmini immun holati hammasi har xil. Keyin ozgina ma'lumot yig'sangizlar, mana shu rak kasalliklari yoki rak oldi kasalliklari ko'proq fon kasallik deymiz biz. Kelib chiqish fonlari bor, sanab o'tilgan 20 ta, 30 ta biz bilgan fonlar, ya'ni abort qilish, stress, semizlik, qandli diabet va hokazolar. Bu fonlarni bittagina shunday videoda mana shu dorini ichasiz, mana shu doridan keyin sizda mana shu mastopatiya yo'qolib ketadi yoki boshqa narsa, ya'ni rak tuzalib ketadi degan fikrni berib bo'lmaydi. Bu shunaqa holat. Masalan, men ko'pincha shu ba'zi videolarimni ko'rib chiqsangizlar, suvni ichish to'g'risida gapiraman, shirinliklarni chegaralash to'g'risida gapiraman yoki masalan karam mahsulotlari, brokoli, kapustasini ko'proq iste'mol qilinglar, ichib kelish ko'p videolarimda ochib berganman bularni. Bularni общий qilib, ya'ni umumiy qilib har bitta ayol, ya'ni u rak kasal bormi yoki o'sha mastopatiya kasal bormi yoki o'zini sog'lom deyotgan ayol ham bu narsalarni qabul qilishi mumkin. Ya'ni unda oldini oladi yoki o'sha kasallik bo'lsa, asta-sekin kasallik kamayadi. Agar rak kasal bo'lsa, mana shu berib o'tgan ma'lumotlarimdan keyin ularni tarqalish ehtimollari kamayadi. Lekin bu kasallikni alohida bitta mana shu dori bilan ana bu dorini iching deb davolash aytib bo'lmaydi. To'g'ri, mastopatiyani davolash uchun gellar bor, har xil dorilar bor, har xil kompaniyaning dorilari bor, hammasi bor. Lekini bor. Bizni xalqimiz mana shu internetda olgan ma'lumoti bilan noto'g'ri qadam qo'yib qo'yadi. Ya'ni unda o'sma kasal boshlanyapti, u oladi-yu mastopatiya dorisini ichadi-yu, uni o'stirib yuboradi. Va shu uchun kasallik yanada avj olishi mumkin. Mana shu sababdan bularni davosi, alohida davolar hech qachon ma'lumot o'rinda berib o'tilmaydi. Siz birinchi mutaxassis ko'rish kerak. Undan keyin siz bu ma'lumot bo'yicha shu dori sizga to'g'ri keladimi, to'g'ri kelmaydimi degan xulosaga kelgan holatda sizga beriladi. Shuning uchun men berayotgan roliklarim ko'proq mana shu O'zbekistonimiz uchun xizmat qilsin. Klinikasi bor, o'shanaqa simptom bor belgili insonlar, ayollarimiz bo'lsa, barvaqt mutaxassisga borsin, oldini olsin. Ya'ni maqsad o'sha xavfli kasallik, rakni oldini olish bo'lganligi uchun men ma'lumot o'rnida berib o'taman. Xo'sh, yana menga yozishadi kommentariyada yoki lichkamga chiqishadi, menda mana shunaqa nimasi bor, nima deb maslahat bera olasiz? Mana bunaqa savollar ham ko'p keladi. Birinchidan, men ma'lumot beraman. Maslahatni to'g'risini aytsam, har birlaringizga men aytisha olmayman. Ikkinchidan, mana har bitta maslahatim individualniy o'zini sharti bilan beriladi. Shu narsani ham ma'lumot o'rnida aytib o'tmoqchiman. Shu uchun men ko'pincha berayotgan aytganlarimga mutaxassislaringizga boringlar. O'sha rayonda bormi, shaharda bormi, Rossiyada bormi, Turkiyada bormi, bitta ko'ruv o'tkazinglar. Va shu natijasiga qarab turib maslahatni mutaxassis bersin. Mutaxassis bersin yoki masalan menga onlayn ko'rib, men o'sha maslahatlarni bera olaman. Ma'lumot o'rnida shuni bermoqchi edim.